Vinicius yana hal qiluvchi bo'ldimi? Yoki bu kecha Real Madrid xarakter namoyish qilgan o'yin bo'ldimi? Bir jamoa erta gol o'tkazib yuboradi. Stadion sukutga cho'madi. Raqib o'yinni nazorat qilayotgandek tuyuladi. Ammo Chempionlar Ligasida bir lahza, bir zarba va bir individual mahorat hammasini o'zgartirishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun Real Madrid Benfica uchrashuvidagi eng muhim vaziyatlar va o'yinning burilish nuqtalarini gaplashamiz. Agar sizga shunday tezkor va sifatli futbol tahlillari yoqsa, hoziroq like bosib kanalga obuna bo'ling. Santiago Bernabeudagi bahs kutilganidan ham keskin boshlandi. Benfica dastlabki daqiqalardanoq yuqori pressing bilan o'ynadi va 15-daqiqada Rafa Silva hisobni ochdi. Courtois birinchi zarbani qaytardi, ammo himoya epizodni to'liq yopib bera olmadi. Hisob 0-1 va stadionda bosim oshdi. Ammo Real Madridning eng katta ustunligi tezkor javob bera olish qobiliyati. Federico Valverdening aqlli pasidan so'ng Aurelien Tchouameni jarima maydoni tashqarisidan kuchli va aniq zarba yo'lladi. Hisob tenglashdi va o'yin ritmi o'zgardi. Birinchi bo'lim oxirigacha ikki jamoa ham xavfli vaziyatlar yaratdi. Benfica o'tishlarda xavfli ko'rindi. Real esa markaz orqali tempni oshirishga harakat qildi. Ikkinchi bo'limda mezbonlar nazoratni qo'lga oldi. Camavinga va Valverde pressingni kuchaytirdi. Tchouameni markazni yopdi va aynan qarshi hujumlarning birida hal qiluvchi lahza yuz berdi. Vinicius tezlik bilan himoyachini ortda qoldirdi. Darvozabon bilan birga bir vaziyat, sovuqqon yakun va hisob 2-1. Bu gol nafaqat hisobni, balki ruhiy ustunlikni ham butunlay Real tomoniga o'tkazdi. Viniciusning burchak bayrog'i yonidagi raqsi bu ishonch ramzi edi. Tanqidlar, bosim va bahslarga javob edi. Shundan keyin o'yin boshqaruvga aylandi. Real tempni tushirdi, top nazoratini ushlab turdi va xavfni minimumga tushirdi. Umumiy hisob 3-1 va Madrid keyingi bosqichda. Endi futbolchilarning baholariga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Courtois 6 ball. Bir nechta muhim seyv, ammo gol epizodida himoya bilan tushunmovchilik. Valverde 7 ball. Assist va katta ish hajmi. Tchouameni 7 ball. Gol va markazdagi nazorat. Camavinga 7 ball. Energiya va pressing. Vinicius 8 ball. Hal qiluvchi gol va o'yinning eng xavfli futbolchisi. Xulosa oddiy. Bu kecha Real Madrid tajribasi va Viniciusning individual mahorati g'alabani ta'minladi. Savol: sizningcha o'yinning eng muhim burilish nuqtasi qaysi vaziyat bo'ldi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.